Boshladik. 16. E'tibor berib turinglar. Umumiy shaklning yuzini so'rayapti. Sariq rangdagisini ko'k rangdagisiga qo'shib qo'yasiz xolos-da, nima muammo? Mana bu yerda ko'k rangdagisi turibdimi? Demak, mana yerdan bu yergacha umumiy necha santimetr ekan? 15 santimetr. Pasti 13 santimetr. To'g'rimi? Bu yog'i 7 santimetr. Mana bu joy uzunligi 3 santimetr. Endi qarang, Ulug'bek. Mana bu yer 13 bo'lsa, bu yer ham 13 bo'ladimi? Qolgani necha bo'ladi? 2 bo'ladi. To'g'rimi? 2 santimetr. To'g'rimi? Endi buni yuzini topayotganda 7 kara 13 mi? To'g'rimi? Mana bu 2 kara 3. Ikkalasini nima qilib qo'yish kerak bo'ladi umumiyda? Qo'shib qo'yish kerak. 91 ga qo'shaman oldini 97 chiqadi. Ajoyib. Tushundikmi? Yana qaysi? Xo'sh, bormi? 18. Xo'p. So'rasa ekanmi? Nechi? Ha? Bormi yana? 25 gacha bormi? 21. Xo'p, 21 da x, y, z larni uchun to'g'ri tasdig'ini toping deyapti. Endi bularni bir xilga keltirishingiz kerak-da, keyin aniqlaysiz. Mana e'tibor berib turamiz 21 ga. Demak, x barobar ekan 0.04 ko'paytirilgan 10 darajasida -5. Y teng ekan 0.012 10 darajasida -4. To'g'rimi? Keyingisi z barobar ekan 0.08 10 darajasida -6. 10 darajalarni bir xilga kelsak, yonidagi sonlarni taqqoslashimiz mumkin bo'ladi. Qanday aniqlaymiz? Qarang. E'tibor bering. 0.dan 8 ko'paytirilgan 10 8 deb beradimi? Bu yerda 1 bor edi, 1 ni yo'qotishim uchun 10 ga surdimmi? 1 ni yo'qotishim uchun buni orqaga qaytarishim kerakmi? 0 qilishim uchun. Tushunyapsizlarmi? Endi e'tibor berib turing. Mana shuni men 800 desam, 10 darajasida -2 deymanmi? Tushundingizmi? Vergul 10 ga surilishi bilan minus nima qilar ekan? Ko'tarilar ekan. Eslab qolasizlarmi? Minus ko'tarilar ekan 10 ga surilsa. Tushundinglarmi? Demak, minusni ko'tarishim uchun qaysi tomonga surishim kerak? Necha bo'lib qoladi? 0.12. To'g'rimi? Bir xona surildi. Bunisida ikkita surishim kerak. Necha bo'lib qoladi ikkita sursam? 8 10 darajasida -5. To'g'ri bo'ldimi hozir? Xato. Buni kamaytirishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Bir xona kamaytirsak, mana bu nima bo'ladi? 0.0 o'zi bor ekan, yana bitta 0, keyin 8. Tushundingizmi endi? Mana bularga e'tibor qaratmaysiz. Bularni endi taqqoslash mumkinmi hammasini? To'g'rimi? Eng kichigi bu bo'lyaptimi? Z eng kichigi. Keyingisi bumi? 12 dan 4 kichikrog'i, to'g'rimi? X. Keyingisi eng kattasi Y bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi bunday misollar? Qiyin emasmi? Kerak ekan. Qisqasi 5 bilan 7 bunday ketyapti. Bittasi 5 ketyapti, bittasi 7 ketyapti. To'g'rimi? Oshcha yozib yurmadim. Mana nechinchi misol edi? 22. Mana bunday ketyapti. Qaygadir boryapti, ikkalasining masofasi teng bo'lib qolyapti. Tushundinglarmi? Teng bo'lib qolishi uchun bundan nechtadir, bundan nechtadir. Ikkalasi nechtaligi teng emas. Tushundingizmi? Bundan 10 tadir, bundan misol uchun 50 tadir farqi, lekin masofa teng. Masofa teng degani ikkalasi uchun ekuk olasiz, keyin ekukni oshirasiz. Tushunyapsizmi? Ekukki nechi bo'ladi ikkalasi uchun? 5 kara 7 bo'ladimi? 35, to'g'rimi? 35 bo'lishi uchun bu kattasidan nechta kerak sizga? 5 ta kerak, to'g'rimi? Mana misol 3 ta, 4 ta va 5 ta. Yetib boryaptimi? Bundan 7 ta ketadimi endi mana bu joyga? Tushundingizmi endi? Ikkalasi tenglashdimi 35 ta? Siz mana 35 dan nechta bor? Tushunyapsizmi? 35 dan nechta? U kichkina bo'lsin 520 dan deyapti. 520 dan oshib ketmagan son bo'lsin deyapti. Tushunyapsizlarmi? 35 ni nechiga ko'paytirsak, eng ashi kattasi bo'ladi deyapti. 520 ga yaqin. Tushundikmi? Bu yerda juda ham oddiy xulosa bor. A, B, S javoblar bor-ku, A, B, S va D javoblaringlar bor-ku.
Shulardagi qaysi bir 35 ga karrali ekanligini topib qo'ysanglar bo'ldi. Tushundinglarmi? 500, 490, 495 va oxirgisi 480. Qaysi biri 35 ga karrali? 480, 495. 7 ga bo'linadimi bu? Yo'q. 7 ga ham 5 ga ham bo'linadigan son mana. Qaydan bildim 7 ga ham 5 ga ham bo'linadigan sonligini? Ha, 5 ga bo'linadi va 49 bu. 7 va 5 ni qaydan bilyapman? 35 7 kara 5 ligidan bilyapman. Yetib bordim endi hammaga. Yozing. Mana qaranglar. Demak, 128. E'tibor beramiz. 2 ni minus aynisi 128 ga teng, 3 ni 2 birinchisi 81 ga teng bo'lsa, b ni a plus 3-sini top deyapti. Buning uchun bizga a bilan b kerak. 128 2 ni nechinchi darajasi? 7-darajasi ekanligini hamda mana bu 3 ni 4-darajasi ekanligini bilishingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi e'tibor bering, asoslari bir xil bo'lgandan keyin tashlab yuborasizlar. Tushunarlimi? Shunda a teng, mana minus a teng necha bo'lyapti? 7 mi? A ni o'zi necha bo'ladi? Minus 7 bo'ladi. Minus va qo'tkizib qo'yasiz. Ya'ni mayda minus 1 bor deb o'ylaysiz, bo'lib yubordim deb o'ylaysiz. Tushuntira oldimmi? Endi qaranglar, 2 ta b mana bu yerdagi. Nechaga teng ekan? 4 ga. B ni o'zi nechaga teng bo'lyapti unda? 2 ga. 10 ni o'rniga qo'yamanmi endi? Tushunyapsizmi? B ni o'rniga necha qo'yaman? 2. A ni o'rniga minus 7 plus 3. Bu 2 ni minus 4-sini beradimi? Buni nima qilgandik? 1 taqsim 2 ni 4-si deb o'zgartirarmidik? Bu esa bizda javobi 1 taqsim 16 ga keladi. Yoki buni javobini o'zgartirishib 16 ni minus 1-si qilish mumkin yoki mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin javob. Tushunyapsizlarmi? Mana bu ko'rinishda, to'g'rimi? Qaysi bir ko'rinishda bo'lsa ham o'ta olishinglar kerak biridan ikkinchisiga.